Assalamu alaykum hörmetli qarindoshlar. Biz bugün dinimizde ilmul vacib deydigan bir tema bu haqda to'xtalamiz. Ilmul vacib degan har qanday balog'atga yetgan ayol musulmon o'rganishi farz bo'lgan. Agar o'rganmasa gunohkor bo'ladigan ilmni ilmul vacib deymiz. Bu ilmlar qaysilar qarindoshlar? Birinchisi bir musulmonning iman etgandan keyin aqidasi, ideyasi sog'lom bo'lishi kerak. Unda bo'lish uchun birinchisi Allohga iman etish degan nima, buni bilish kerak. Allohga iman etishni o'rgangandan keyin navaqizli iman deb qo'yamiz. Bu iymonni yo'q qilib o'tadigan, buzib o'tadigan omillar qaysilar, uni o'rganishimiz kerak. Va shundaqla iymonning sog'lom bo'lishi uchun cho'ng sherik, kichik sherik deb qo'yamiz. Bular qaysilar, buni o'rganish kerak. Andan keyin farishtalarga iman keltirish degan nima, buni o'rganishimiz kerak. Allah nazil qilgan kitoblarga iman keltirish degan nima, buni o'rganishimiz kerak. Payg'ambarlarga iman keltirish degan nima, qanday payg'ambarlarga iman keltirgan bo'ldi, buni o'rganish kerak. Oxiratga iman keltirish degan nima, buni o'rganish kerak. Taqdir degan nima, buni yaxshi o'rganib, bu haqda to'g'ri tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Mana buni o'rganish farz, hamma buni chuqur o'rganish kerak. İkinci her qanday musulmon o'rganishga ikkinchi ish bo'lsa, arkanul islom. İslamning asosiy prinsiplari. Buningda kalima shahodatni o'rganamiz, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohni o'rganamiz. Bir adam la ilaha illalloh deb qo'yish bo'lmaydi qarindoshlar. Buning 8 shartlari bor. Buni bilan qo'shib o'rganishimiz kerak. Andaki Muhammadur rasululloh payg'ambarga iymon keltirish degan nima? Qanday men payg'ambarga iymon etgan bo'lman, buni o'rganishimiz kerak. Andan keyin namozni saq o'qishni o'rganishimiz kerak. Bunda bo'lish uchun tarat elishni o'rganishimiz, taratning farzlari nima, nima taratni so'ndirib o'tadi. Uni o'rgangandan keyin namozdan farzlari qaysilar? Chunki bir farzni to'g'ri qilmasangiz namoz durust bo'lmaydi. Andan keyin namozdan vojiblar bor. Uni o'rgansiz, bir vojibni xatolasangiz, say-saviy qilsiz. Buni o'rganishingiz kerak. Sunnatlar bor, buni o'rganishingiz kerak. Andan keyin ro'zining farzlari qaysilar, qanday ro'za buzilib ketadi, buni o'rganishimiz kerak. Andan keyin agar pulingiz bo'lsa, zakotning hukmini ham qanday mol zakot keldi, qanday bo'lsa men zakotim to'liq ado bo'ldi, buni o'rganishingiz kerak. Andan keyin agar siz haj qilish sharoiti ega bo'lgan pulingiz, yo'lingiz xotirjam bo'lsa, pulingiz bo'lsa, hajning ahkomlarini, hajning farzlari qaysilar, hajni buzib o'tadigan omillar qaysi, buni o'rganishingiz kerak. Üçüncüsü qarindoshlar, gunohi kibrlar qaysilar buni o'rganish kerak. Qur'oni Karimda Allah shu gunohni qilib qolsa, do'zax bilan tahdid qilgan har qanday gunohi kibr bo'ldi. Buni o'rganishimiz kerak. Andan keyin o'zimiz qilmoqchi bo'lgan ishning hukmi nima? Yoki biz qilayotgan kasbga aloqador diniy bilimlarni o'rganish kerak. Agar tijoratchi bo'lsangiz, shu tijoratdagi halollarni o'rganishingiz kerak. Nima qilsam jazoni bo'ldi, buni o'rganishingiz kerak. Agar to'y qilmoqchi bo'lsangiz, islom dinidagi ayollarning huquqi va majburiyatini, buni o'rganishingiz kerak. Ish qilib hozir bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, nima ishni qilmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan dinimizda buningki to'g'risi qaysi, xatosi qaysi, ani o'rganib, andan keyin u ishni qilsiz. Mana bu har bir musulmon bilmas bo'lmaydigan farz ilmi degan ilm shu. Alloh hammamizga ilm ato qilsin.